Lüksimizi devamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugün Çiğsağış 2021 yılı 12. ayının 17. günü. Devam. Prezident Joe Biden bilen Prezident Vladimir Putin ekranda görüşkende. Prezident Vladimir Putin'nin keyniga Rossiya Federatsiyasining davlat bayrog'i qo'yildi. Prezident Joe Biden'ning keyniga Prezident Joe Biden bilen Prezident Vladimir Putin ekranda görüşkende dikkate. Prezident Vladimir Putin'nin keyniga Rossiya Federatsiyasining davlat bayrog'i qo'yildi. Prezident Joe Biden'nin keyniga Amerika'nın davlat bayrağı qo'yildi. Lekin qatağa Rossiyaning bayrog'i mı qo'yilmadi, o tarafdan Rossiyaning bayrog'ining yeniga Amerika'ning bayrog'i mı qo'yilmadi deydi. Diplomatiya küçük işlardan, detallardan zerikmeydigan bir sahadır. Bayraktan başka yana görüşüş meydanı ehmiyetlik buludur. Cungo Halk Vekiller Kurultayı zalının şark zalını tallap aldı. Cungo Halk Vekiller Kurultayı zalının şark zalını tallap aldı. Geçirinler. Prezident Vladimir Putin bolsa Moskovada özü turadigan sarayını tallap aldı. Prezident Vladimir Putin bilen Xi Jinping ekranda görüşkende değil. Ekran söhbeti ötközgende Amerika Cungo devlet başlıkları ekran söhbeti ötközgende Prezident Joe Biden Aksaray'da yumulak üstel koyulgan işhanını emas, belki Aksaray yığın zalını tallap aldı. Ekran söhbetinin ceryanını görürseniz, Cungo devlet rəhbəri sözləvatqan çağda, muş yığın zalıda sözləvatqan çağda, Prezident Joe Biden bek astoydil bo'ldi. Mesela Prezident Joe Biden bilen Xi Jinping görüşkende cuma. Prezident Joe Biden bek astoydil bo'ldi. Kalem bilen hatırlap turdu. Bazıda inekini tutup oylagandek bo'ldi. Yani Prezident Joe Biden kızıl galastuk takıgan idi. Azı şen hoşa tasvirlavadı da bu ne? Mesela Xi Jinping sözləvasa Prezident Joe Biden hatırladı demekçi buluvatır şen hoşa. Bu küçük mezbun vatandaş. Devamını anlayız. Lekin Rossiya Federatsiyasi bilen Amerika Qo'shma Shtatlar davlat başlıkları ekran söhbeti ötközgende butunlay boshqacha bo'ldi. Prezident Joe Biden ekran söhbeti ötküzüdüğün o'rin Aqsaraydagi urush ahvoli ishxonasi idi. Urush ahvoli ishxonasi Amerika'nın maxfiy ishxonasi idi. Amerika davlat rahbarlari bu ishxonada urushga qo'mondonlik qiladi. Aynı çağda Amerika'nın deniz yelpizi zərbədarla ətireti Osama Bin Laden'ni tutadigan çağda Amerika hükümeti ve hərbi taraf başlıkları muşu tar işxanada oldurup qo'mondonlik qilgan edi. Demek boğuna diqqatda vatandaş Prezident Joe Biden bilen Prezident Vladimir Putin görüşkende Prezident Joe Biden olturgan işxana yoki yig'in zali urushga qo'mondonlik qilish ishxonasi idi. Bu esingizda bo'lsin vatandaş. Qo'mondonlik qilgan edi. Prezident Joe Biden'dan bu ishxonni tanlab olib Prezident Vladimir Putin bilan ekranda so'zlashganligini tahlilchilar tahlil qilib mundaq hisobladi. Balki Rossiyaga tahdid ishlatish uchun bo'lsa kerak. Menimcha müşaga bir cümle qo'shsam, Shinxuasha deydi, Amerika Rossiyaga tahdid ishiltish uchun shunga urushga qo'mondonlik qilish ishxonasida o'ltirib ekran yig'ini ochdi deydi. Men deyman, Rossiyaga nisbatan Amerikadan beradigan uchur bo'lsa, vaqt ta'xirsizligi, vaqt jiddiyligidan bo'lishi kerak. Amerika Rossiyaga tahdid sanmaydi.
vaqt jiddiligi, vaqt ta'xirsizligi bilish kerak. Qaysi masala uchun oxirdan ishlabadi. Ukraina meselesida mushundaq ish qiladigan bo'lsang, men seni kechirmayman. Amerika sana gapini qiladi demoqchi bo'lish kerak. Ukraina meselesi to'g'risida Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putin chiroyli so'zlashdi. Buncha shin xo'shaydigidek qo'pollik yo'q. Yana boshqa tahlilchilar mundaq hisobladi vatandosh. Urush qilish xonasini tanlab elib Rossiya Federatsiyasi prezidenti bilan ekran suhbati o'tkazish Amerikaning kayfiyatidagi bir xil jiddiylikdir. Mana mundaqlar. Mana bu tahlilchilarning gapi to'g'ri. Men dedim-ku, vaqt ta'xirsizligi, vaqt jiddiyligidir. Bu ekran suhbati o'tkazish Amerikaning kayfiyatidagi bir xil jiddiylikdir. Prezident Vladimir Putinning buni to'nib yetganligini faraz qilishga bo'ladi. Demak, Amerikaning kayfiyatidagi jiddiylikni Prezident Vladimir Putin to'nib yetdi. Prezident Vladimir Putin Prezident Joe Biden bilan ekran suhbati o'tkazadigan joyni Moskvadagi saroyni bekitib tanlamadi. Shu chaqda Prezident Vladimir Putin Hindistonni ziyorat qilib, amdila qaytib kelgan edi. Qiziq, vatandosh. Bugun biz sal gumonlanib so'zildik, ochiq aytamidik, pakt yo'q-da, paktdan kelyapti. 6-kuni Prezident Vladimir Putin Hindiston deydi. Bir kunlik. Hindiston bilan harbiy ishlar kelishim imzoladi. 7-kuni qaytib kelib Moskvaga emas, Sochi, Qardengiz bo'yidagi Sochi shahriga kelib, Prezident Joe Biden bilan ekran suhbati o'tkazdi. Bu tahlildan avval men sizlarga qo'yib qo'ygan bir jumla davomini anglamang. Ekran suhbati o'tkazilgan joyni Moskvadagi saroyni bekitib tanlamadi Prezident Vladimir Putin. Shu chaqda Prezident Vladimir Putin Hindistonni ziyorat qilib, amdila qaytib kelgan edi. Anglashlarga qaraganda Sochi shahrida yig'in ishxonasini o'rinlashtirib, ya'ni ekranda suhbatlashish ishxonasini Sochi shahriga o'rinlashtirib, Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putin ekranda ko'rishdi. Bu ham yana tahlilchilar tarafidan ma'lum bir uchurni yetkazdi deb tahlil qilindi. Diqqat bu nuqtaga vatandosh. Sochi, Qardengiz bo'yidagi shahar Sochi. Yalta, Qardengiz bo'yidagi shahar Yalta. Men shunday tahlil qilaman. Oxirdan qaysi vatandosh? Bu ham yana boshqa tahlilchilar tarafidan Prezident Vladimir Putin Prezident Joe Bidenga bir uchurni yetkazdi deb tahlil qilindi. Ba'zilar shuningga diqqat qildiki, Prezident Vladimir Putin o'ltirgan o'rindiq mustahkam va yangi o'rindiq edi. Ma so'zlarning hammasi diplomatik munosabatlarga oidmi vatandoshlar? O'ltirish, qo'pish, zal, pal hammasi diplomatik munosabatlardagi o'zgarish. Prezident Vladimir Putin o'ltirgan o'rindiq mustahkam va yangi o'rindiq edi. Uzun ustal qo'yilgan edi. Balki bu uzun yo'l echildi, dog'dam echildi degan ma'no bo'lsa kerak. Uzun ustan qo'yilgan halqiliq ustal edi. Ko'rdingizmi? Uzun ustal qo'yilgan halqiliq. Ustaldan nima halqiliq taraf bo'ldi? Yo'q. Ustal uzun qo'yilgan deydi. Bu nima? Bu faqat yo'l. O'tirdiki yo'l echildi deganda ishorat berdi. Shinxuashi bu yerda sal o'zini ayab qopdi. O'ltirgan o'rindiq mustahkam, yangi o'rindiq edi. Uzun ustal qo'yilgan halqiliq ustal edi. Prezident Vladimir Putin bemalol o'ltiratdi. Demak, yenik o'ltiratdi, bemalol o'ltiratdi. Gapning ma'nosi nima? Prezident Vladimir Putin Prezident Joe Bidenga bergan va'dasini o'rinladi. Shu bemalol edi, yenik edi deb tushunsangiz bo'laverdi vatandosh. O'ltiratdi. Prezident Joe Biden o'ltirgan o'rindiq aylanib turadigan o'rindiq. Hozirgi zamonda aylanib turadigan o'rindiq. 2 puti o'rindiqning puti ustiga qo'yilgan.
Orundoqning ostidagi puti ustiga Prezident Joe Bidenning puti qo'yilgan. Orundoqning putidagi sirlar to'kilib ketgan edi. Demak, ko'naroq edi deydi. Vladimir Putinning o'ltarg'ini prezidentniki yangi mustahkam o'rindiq edi deydi. Endi buni qanday tahlil qilamiz vatandosh? Oxirida tahlil qilamiz, bilamdi. Yigitlar anglab turinglar juma bu ishni. Men shal bir jumla qo'shib qo'yay, necha zamondan emas, balki yaqindan bir vaziyatning mushu o'zgarishiga biz sizda cho'nqurlab tahlil qilmay, qari qurgan odam haftayak o'qigandek leksiyani o'qib sizlar ketaveribdi, vaziyat nayta eg'ir, nayta nozuk, nayta inchga bir daqiqalikcha kirib kelyapti. Endi buni keyingi tahlilimizda ko'ramiz.